Jahon televideniyasidagi eng sirli shou. 10 ta mashhur shaxs. Bitta sahna va faqat bitta savol. Niqob ostida kim yashiringan? Yulduzlarni faqat yordam ishoralar orqali taniy olasizmi? Chunki maxsus liboslar ularning shaxsini butunlay yashiradi. Sahnada ham, undan tashqarida ham qat'iy sir saqlanadi. Oybek Nigoradagi Oybek Nigora. Lekin Yorqin Xo'ja Umar, voy Yorqin Xo'ja Umar bilan. Har hafta butun mamlakat ko'z o'ngida maskalardan biri yechiladi va uning ortida kim ekanligi oshkor bo'ladi. Maska! 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 His-tuyg'ular va sensatsiyalarga tayyor turing. Ochma! 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 Maska haqida barcha bilganlaringiz Wow, yaxshi aytarkan. FTV telekanalida ko'rganlaringiz oldida hech nima emas. Bu yerda taqlid bo'lmaydi. Faqat haqiqiy niqoblar va butun mamlakatga niqob ostida kim yashiringanligini aniqlashda yordam beradigan eng mashhur izquvarlar bo'ladi. Kim finalga yetib boradi va 60 million so'mni qo'lga kiritadi. 29-noyabrdan boshlab har shanba soat 19:00 da tomosha qiling. Mavsumning eng qiziqarli, eng kutilmagan, eng katta shousi. Maska Show original. Faqat FTV da.